Assalomu alaykum hamalaringizni jonlaringizda sizlar sog' bo'linglar. Ha bizda ham o'tib ham abona bo'linglar, like'larda bosinglar. Nima bo'ldi? Men shuncha nimam borga maqtanib yurdim. Maqtanib nima bo'lar? Rom bo'lib, romda o'sab ketdi-yu. Ya odamlar. Men maqtan ikkinchi ham maqtanmayman endi. Bo'ldi, asobillar. Menda bas. Ko'p maqtan vardingizda. Baqa qo'yib qo'ya. Zo'r oldu endi. Menda bas haqiqatan. Menda basim. Menda bas haqiqatan. Men adastim. Ham emman bandan yana like'larda bosib obuna bo'linglar. Hammada 4000 like bo'lsin. Haqiqatan like az xolos like. Like'ga bosinglar, u bo'linglar. Faqat shu uyda bitirizda hammalaringizda hissalaringiz keng katta hissalaringiz. Rahmat hammalaringizda. Jonlaringizda ashlanglar beyincha. Hammalaringiz malades. Nima haqiqatan nima aziz. O'zi nima qilishda bilmayman, bilmay tuydi meni nimada tiqayganim. Rastoruz bor. Ha, bor. Quyib qo'ying tepasida. Hozir. Adam Gapiring obunachilaringizga. ha, haqiqatan nima qilinglar? Like'ga bosib bizda ham o'tib ham qo'yinglar. Hammamiz bitta-yu. Ham emman banda-yu biz. Ha. O'g'lonlarni oldiga boring. Ular ham siz videongizga tushgisi kelmayapti. Ham emmanu biz, ham emman. Nimalar biz, bandalar biz. Bu qo'llab tuydi hech nima emas. Haqiqatan hech nima gap bas. O'shanda qo'llaylar hammamizdan. Qo'llaylar, ayni bitta anchasi bitta rahmat. Shunchalik qo'llab kelib yuribsan. Rahmat, bosinglar. Nima bo'ldi? Ikkalaringizda? Nima bo'ldi? Hammalaringiz. Yo'q, hamma yo'q. Bizda ham like'ga bosib nima bu Xo'lo'sin, obunachilar. Aytinglar. Obunachilarga ayting. Ayting o'zingiz ham. Yo, men aytaymi? Ayting. Siz ayting. Baqirib kel. Obuna bo'lish kerak, like bosish kerak. Like ham bosing, nima ham bo'lsin. Obuna bo'lib, like bosinglar, qadrdonlar Jigar kanaliga. Oxiri buni qiynadi. Ko'm bo'ldim, olib qo'yadi. Oxiri kun u 4000 ta qo'shilish kerak edi, 400 ta ham qo'shilmadi. Siz ham mingta pasatini aytib ko'ring, balki mingta ko'plik qilayotgandingiz-da. Bo'pti 19000 ta. 19000 ta. 19000 taga bosaylik, qadrdonlar. 19000 ta. Bu katta kanal bo'lsa, ko'rib turgan odamni hozir hisobda 3 dan biri agar o'tadigan bo'lsa ham 10 000 odam o'tib ketadi. Yo'q, hozir bunday narsa bor-da bu yerda. Qadrdonlar to'g'ri tushuninglar. Mana Sirojin akam 7 oy 8 oydan beri harakat qilib
bu kanalga yetkazilgani yo'q. To'g'rimi? Mana 16 ming obunachisi bor. 10,5 mingta obunachi bo'ldi. Abdurahmon ham mana 5 mingtaga ham chiqqani yo'q. Tayyor 16 mingtalik kanalda shart qo'ydim. 20 mingta bo'lsa beraman dedim. 4 kunda dedim, bugun 4-kunda. Bo'lmaydi. Bilmaydi. Qadrdonlar ko'rib turgan hammalar mana hozir ko'rilganda 15 ming ko'rilyapti-da. Kerak bo'lsa video. Hammalar shuni obuna bo'lmaganlar o'tib turib obuna bo'lib qo'yinglar. 7 mingta bo'lib ketishi mumkin hozir o'tsanglar. 7 Oson-u. mingtani yarmi o'tsa ham obuna bo'ladi. Obuna bo'lib qo'yinglar, jigar ham xursand bo'lib, bilasizlar mehnatlarini ko'rib turibsizlar jigarni. Kundan kunga o'zi ichimizda eng gapdori jigar o'zi. Ko'ryapsizlar. Bitta kanalni Videoga gapira olmaydi xolos. Qachondan beri video qilyapsiz? Hozir shu yoqda tushdim. Yomon chiqib keldi. Yomon bo'ldim, ichim og'rib ketdi. Meni bitta ham yo'q odamim. Bor as. nimada sizniki 16 dan tepasiga balans hisoblaganda kam deyapsizmi? Ha. To'g'ri-da. 300 tada. 300 tada. U jigar uchun 300 kishi o'tib olasizmi? Qadrdonlar, mana Dadajonov TVda 3000 ta obunachi bo'ldik 3 kunda. Rahmat, endi jigarnikiga ham bosaylik obunani. Bosinglar oddinni faqat. Siz g'o'ra terasizmi bugun? Ha? Sizda bor-a? Nimadir qilib bersiz obuna bo'lishar shekilli. Bosinglar siz bo'ladi. etdi deydi. Mashaga shunday bor, mashruga cho'milib varsiz bo'lishamizmi? Ha? Yo'q. Ha, o'lim yo'q. O'lim yo'q. Yo'q. O'lim yo'q. O'lim yo'q hakikaten. O'lim yo'q. Hali issa Ikkamiz qarg'ashib oladi obunachi. Issa bo'lganda tashlaveradi. Obuna bo'lib qo'yinglar qadrdonlar. Iltimos shu jigar uchun. Keyin qo'llab-quvvatlab turinglar. Jigar xafa bo'lyapti. Men hijolat bo'lyapman, yo'q hashar chiqmayapti. 17 kundan narigini bitirganmiz. Uje bunga 10 kunga qarab ketyapti. Hozir 8 kun, 9 kun vaqtimiz qoldi. O'zinglar ham bunday his qilib ko'ringlar, 9 kunda bitmaydi bu proyekt. Bu ketishda bo'lsa endi bilmadim, 20 kunda ham qiyin-u. Qo'llab turinglar qadrdonlar. Haligi bu proyekt jigarniki deganmiz-u. Ashunga xafa bo'lyapti. Meniki deganiga sekinlashib ketdimi? Bo'lmasa bu Oqtepa atrofida tez bo'lardi-yu, deyapti-da. Hali shunaqa ekan nimaga? Hasanboy ekan. Bu qonniz borligi uchun bo'lyaptimi bu? Bilmayman. Uni adresan meniki ham bor. Nima, ana shu qonni bolalarni nima qilsa, nimaga chiqib qolaveradi? Men odilay arab olaman. Keyin nima bo'lib ketdi olasiz? Temirmi? Nimaga sabab bo'ldi? Bilmayman. Nafs chiqib och, nafs. So'g'az 2 kiloda ham choy ichaman. Ashli qorin chiqaradi, 2 non chiqaradi qorin. Nonni chaynab ham Bittami, ikkitami o'zi? Yotishdan oldin umuman non yeb bo'lmaydi. Ikkita bo'lasiz. Nimasida ham bo'lasiz, unisida ham bor. Ikkita. Bo'pti. Mana tanishtiring videolar. Uydan yuring debdi. Ko'rsatmishdingizmi yo'q hammasini? Yo'q, yayinda. Ali, o'zingiz anaqangizni tanishtiring, bunday qilib, vahima qilib. Mana qoladi deb turib. Yotoqxonasi u. Ha, shunaqa, mana boshlang. Yuring. Donozdan olib kirasizmi yo kirib keta olasizmi siz? So'nli. Ha, mehmonxona. Mazza qilib o'tirsang 5 metr bo'ldi. O'zini bemalol qancha odamlar bo'lib o'tiraveradi. Nimaga keyin opadan. Xudo xolasa zo'r ishimiz. Pandi. Aspandi bo'ldi. Keyin yo'qota qilib, O'zbekiston nima? Bizda tilla qishloqda nimazda yo'qota. Qilib qo'yinglar. Yo'qota. Mana.
oshxona. Oshxona. Endi yozda chiqib maza qilib yotadi. Endi hammam. Shuni mag'azda o'taylik. Ana endi g'ojaxona. Ne chiqib aqaram tushib ketyapti. Faqat obuna bo'linglar. Yomon bo'lib ketdim men. Ichim yomon bo'lib ketdi. Oribam ketdi haqiqatan. Hech nima bu bo'ldi obuna. Ichim orib bo'ldim ishda ham. So'g'at o'nlarda baqarab keldim. Ichim orib ketdi. Bosinglar haqiqatan obuna. Yaxshi-ku. Ama shuncha odam qo'llab keldi, malades. Otasida rahmat, hoji onamizda rahmat, hoji otalarda ham rahmat. Shuncha odam qo'llab keldi, malades. Hammasida 5 boqa nima tilim nima yo'q. Malades 5 boqa hamalaringizda. Bo'ldi, o'chiraverdim. Xayrlashmasin. Hayır, hamalaringizda. Salomlashdingizmi? Ha? Yaxshi qo'yinglar, yaxshi dam olinglar. Yaxshi dam olinglar. Xotizma bo'lib, maza qilib, oila tarafida maza qilib yotinglar, dam olinglar. Xotirjam demoqchi. Xotizma bo'lib yotinglar. Xo'pti, sog' bo'linglar. Rahmat hammalar.